Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar, YouTube kanalim ko'rarmanlari, podpисчиклari, meni kanalim Saragash Mol bozor, Qus bozor deb ataladi. Suruvni bastaymiz yilqilarda. Bugun dushanba 10-qarasha Saragash Mol bozor yilqilar suruvni bastaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb 800 ming tengeden mana bordaqi biyeler neç bas? 20 bas. 20 bas hozir ko'rsataman sizlarga. 20 bas bordaqi biyeler. Osa hozir Ko'p ko'raymi mana. Aha. Solana ko'p, ana ko'p. mana Yo'q. ko'rdingizlarmi? Mana o'sha yerga deyin. Bak, qancha to'rat? 750 mingdan keyin 750 ming tengeden kemi var. Necha yasar? 5 yasar. 5 yasar. Ko'kpar sovib yurgan mana ko'kpa biye bag'asi. Bag'asi 750 dan keyin var. 750 ming tengeden kemi var. Necha tug'an bu? 2 tug'an. 2 tug'an. Mana o da Bordaqi at. bordaqi at. 800 dan keyin var. Bu necha yasar? 5 yasar oldu. 5 yasar at 800 dan kemi var. Nomer 8705 8705 8705 651 651 14 34. 14 34. Aha. Bo'ldi. O'sha nomerga havolasingizlar. Telefon nomerini aytdim. Havolashib olsangizlar bo'ladi. Havolasingizlar, ko'rdingmi bolam? Erkek taylarmi? Erkek urg'ash arlas. Erkak urg'ashi bir jasad asqanda, 1 yasarlar. bir jasad taylar bag'asi 250 mingdan keyin. 250 ming tengeden kemi var. Mana yerdan bastaymiz. Mana o'sa da Ya 10 bas. 10 bas oldu. 250 ming tengeden kemi var. Bag'anağı nomer ayt bolam, nomerni aytırca. 705 8705 651 14 34. 14 34 bo'ldi. O'sha nomerga havolasingizlar. Nomerni aytdim. 50 ming tenge so'rayaptir. Urg'ashi, qulun. Savdosi var. 150 ming savdosi var. O'sha qulun 150 ming tenge savdosi var. Bo'ldi. 150 ming tenge ko'ktemda 2ga to'ladi. Hozir jasali tay, erkak tay 650 ming tenge savdosi var. Savdo yoqda bo'layotir. 620 mi savdo bo'layotir, bermayotir. 650 ming tenge. 500 ming tenge mana juvas ekan. Bir yarim jasa 2ga yaqinlab qolganmi? Ha, 2 jasar ekan. Qunan. Bunga ekan, ko'rdingizlarmi? Juvas. Saragash bozorida turib, ko'rdingizlarmi? Neden aytaver ma'qul? 500 mingdan deyaptim. Mana bu bordaqi. 500 mingdan erkaklar. Erkak ha, ekevda. Ekevda erkak, bir yarim jasarlar. Yo'q, 3 yasar, ko'kdan 3 ga chiqadi. Ha, bo'ldi, ko'ktamda 3 ga chiqadi. 500 mingdan savdosi bor ha. Mana ko'ryapsizlar mana. Ustab ko'ryapti. 500 ming tenge so'rayapti. Hali jasna to'lmagan. Ko'ktamda jasna to'ladi, erkak tay, qulun 500 ming tenge savdosi bor. Jasarat 1,5 million tenge so'rayapti. Ko'rdingiz? Ha? Sundet ekan. Oyoqlarini ko'ringizlar. Mana. Biri bo'yi 1.70, ko'rdingizlarmi? Ana. Ademat ekan. 701 674 675 74 674 75 75 ya? Telefon nomerini aytdim. O'sha nomerga havolashib olsangizlar bo'ladi. Havolasingizlar. Sunnet. Tuma quluni erkak ha? Urg'ashi 600 ming tenge so'rayapti. Savdosi bor, Saragash bozorida tur. Bo'ldi. Yarim jasar erkak tay, bag'asi 700 ming tenge savdosi bor ha? Mana 8700 557 00 8700 557 0001 bo'ldi. O'sigan havolasi olsangizlar bo'ladi. Xabarlasingizlar bo'ladi. Baytal 455 ming tengega alindi. Hurmatli ko'rarmanlar, 455 ming tengega. 1,5 million tenge biya quluni men. Mana o'si biya. Quluni urg'ashi. Quluni urg'ashi. Ko'rdingizlarmi? Biya. Baquvvat biya ekan. Mana ko'rdingizlarmi? Egasi buni egasi uni. 150 ming tenge. 3 yasarmi? 3 yasarat. 650
Kemi var, bunu ko'rdingizmi? Ademi juvas ekan, yaxshi ekan. 510 ga bermayapti. Hozir mana aluvchi 515 ga apardi mana. Erkak ekan buni. 1,5 yoshdan osgan. Tay. 10 bola ver. 15 bo'ldi, qo'ychi. Ha. Bo'ldi. İşte 515 ming tengaga sotildi. 1,5 yoshdan osgan erkak tay. 230 ming tenga erkak tay. Jasar ekan, ko'rdingizmi? 230 ming tenga savdosi bor. Yarım jasar erkak tay 460 ming tenga savdosi bor. 460 ming tengadan savdosi bor. Sarag'ash bozoriga kelaveringizlar. 1,5 jasar urg'ashi tay qasqa 350 ming tenga savdosi bor. O'si tay. 350 ming tenga savdosi bor. 8705 mi? 8705 671 671 1702. 1702 bo'ldi. O'sha nomerga havolasingizlar. Telefon nomerini aytdim. Işituma biyeler 1,5 milyon tengadan oyoqlarini tushirayın. Mana ko'rdingizmi? 1,5. Ikkovida buvoz 1,5 milyon tengadan savdosi bor. Ko'rdingizmi? Oyoqlarini ko'rdingizmi? Buvoz biyeler 1,5 milyon tengadan savdosi bor. Ayg'ir. 5 yashar ayg'ir. 1,5 milyon tenga so'rayapti. Ayg'irida bor. Nima bor? O'sha balamizniki mana. O'sha balamizni tavib ayg'ir. Mana o'sha yeka biyani olsangizlar bo'ladi. Yegasini ko'rsatdim. Qulunda biya qancha? 1,200 deyapmiz. Mana quluna. Sovun biya. Sovunda biya. Quluni erkakmi? Urg'ashi. Urg'ashi quluni men 1,200 ming tenga. O'sha balamizga kelib savdolasib olsangizlar bo'ladi. Bo'ldi, kelingizlar. 500 ming tengaga mana yekiga yaqinlab qolgan ekan. 1,5 yoshdan osgan tayda oldi 500 mingga. O'sha 500 ming tengaga olindi. Mana otning egasini topishim kerak-da men. At desang at. Ko'rdingizlarmi? 5 yashar at 1,5 milyon tenga so'rayapti. Menga mana ko'kparshi. Ko'kparga menga bo'yi qancha? Tilgan biroq ko'kpar. Ha, bilaman. Bo'yi. 1,63. Bo'ldi, 1,63. Menga juvas ekan 705. 316 316 1715. 1715. O'sha nomerga havolasingizlar, nomerni aytdim. Telefon nomerini aytdim, xabarlashib olsangizlar bo'ladi. Meni archadan tushirib o'tirdim. Biya quluni men 3-chi bolasi. Quluni erkak 850 ming tenga savdosi bor. 3-chimi buni? 3-chi bolasi quluni erkak. Biya quluni men 850 ming tenga savdosi bor. Bo'ta. Mana 200 ming tenga so'rayapti. Savdosi bor. Bular kimdan kim tushadi bozorga? Hurmat ko'ramanlar. Ha. 200 ming tenga savdosi bor, hurmat ko'ramanlar. Sarag'ash bozoriga kelaveringizlar. Olmagan erkak qulundar 180 ming tengadan savdosi bor. Mana 180 ming tengadan savdosi bor. Bag'asi kelsizlar. 1,5 yoshar erkaklar 430 ming tengaga sotilib ketdi, hurmat ko'ramanlar. 300 ming tenga. 300 ming ha? 1,5 ga yaqinlab qoldimi? Urg'ashi tay. 300 ming tenga savdosi bor. Buni ademi ko'rdingizmi? Ademi ekan. 2 million tenga yakınchi quluni, biya quluni men 2 million tenga urg'ash. Sovunda urg'ashi quluni, sovunda biya nomer. 705 459 459 09 09 44. 44 mi? Aha. Bo'ldi, o'sigan xabarlashib olsangizlar bo'ladi. Mana joydan tushirim, xabarlashib olsangizlar bo'ladi. Xabarlasingizlar. Jasar taylar, erkak taylar 300. 250 mingdan sotib. 250 ming tengadan sotilib ketdi, hurmat ko'rarmanlar bu. 270 ming tenga 1,5 jasar erkak tay savdosi bor. Nomer bormi bolam? Nechi nomer? 8771 385 385
54 19 va. Bu Juas biletmi? Minga. Ko'ringizlar mana minga. Qadriyat ko'ramanlar. Nomerni aytdim. Xabarlashib olsanlar bo'ladi. Mana minga balam minib tur mana. Juas ekan. 7-8 tug'an quluni men, erkak quluni men. 600 ming tenge so'rayapti. 600 ming tenge savdosi bor. Biya quluni men. Nomer yo'q. Ekiga endi to'lyapti. Shundan bo'ladi. Qanchaga bu? 675 ming qilyapti. 675 ming tenge bo'lyapti. Savdo bo'lyapti 675 ming tengega. Ekiga to'ladi, xunan bo'ladi. Hozir shitay. 673 ming tengega savdo bo'lyapti. 673 mingga savdo bo'lyapti. 178 ming tengega olindi. Ekiga to'ladi yaqinda. Xunan bo'ladi. O'sa kazishi erkakday 678 ming tengega olindi. 2 jasar, 3 jasar, ekovi 2 million. 2 million tenge. 7 jasar, 3 jasar. Ko'rdingizmi? 2 million tenge savdosi bor. Sarag'ash bozorida 778 260 61 bo'ldi. O'sha nomerga xabarlasingizlar. O'smen bo'ldi, hurmat ko'ramanlar. Meni kanalim Sarag'ash Mol bozori, Xus bozori deb ataladi. Tirkamanda tirkalingizlar, o'qman bo'linglar, like bosingizlar. Kelasi videoda kezdeshguncha omon sog' bo'lingizlar. Allah.